Sizlarning maqsadlaringiz prezident bilan ichki ishlar organlari o'rtasida nizolarni va ziddiyatlarni yuzaga keltirib chiqarishmi? Ayrim jurnalistlar bu video ayrim jurnalistlarga tegishli, hali ularda jurnalist degan maqom ham mavjud emas ekan. Xo'p, hozir ijtimoiy tarmoqda bir nechta videolar ko'ryapman. Prezidentni aytgan gapini, ichki ishlar organi xodimini ham bir aytgan gapi bilan o'sha ikkita videoni bir-biriga qo'shib, xuddiki prezident qarang, sizni mana bu ichki ishlar organi xodimlari mana bunaqa deyapti degan mazmundagi hurmatsizlantiradigan, obro'sizlantiradigan mazmundagi talqindagi video materiallar tayyorlab ijtimoiy tarmoqqa joylashtiryapti. Hurmatli jurnalistlar, ayrim jurnalistlar, men ko'rib boryapman, hamma videolaringizni kuzatib chiqdim. Umuman hech bir harakatlaringiz qonunchilikka to'g'ri kelmaydi va borib so'rab talab qilayotgan narsalaringizni ham tartibi bunaqa emas. Unutmang, sizga jurnalist yoki sen xudo xolasa mana shu diplom bilan jurnalist bo'lasan degan maqomni beradigan davlat o'sha maqomni sizdan olib qo'yadi. Men jurnalistman, bo'ldi, maqomni oldim, endi menga hech kim tegina olmaydi, men daxlsizman deb o'ylamang. Sizga huquqni faqat davlat beradi. Sizga tabiiy tarzda berilgan huquqlar bor va davlat tomonidan berilgan huquqlar bor. Tabiiy tarzda berilgan huquqlaringizni ham kerak bo'lsa davlat cheklab tashlay oladi. Sizga davlat bergan huquqlarni davlatning o'zi olib qo'yadi. Esingizdan chiqarmang, ichki ishlar organi bu davlatning ma'lum bir funksiyalarni, ma'lum bir vazifalarni bajaruvchi, oddiyroq aytadigan bo'lsam, davlatning yordamchisi. Siz boryapsizlarki, ichki ishlar organi deb nomlangan davlatga borib nima deydi, bir umuman qonunchilikka to'g'ri kelmaydigan harakatlarni sodir qilib, o'zingizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni so'raysiz. Aslida u ma'lumotlarni olish tartibi umuman boshqacha. Hurmatli fuqarolar, sizlar esa bunaqa provokatorlarning provokatsiyasiga uchmasliklaringizni tavsiya qilaman. Bular hali qonunni yaxshi bilmaydi-dagin ikkita moddani o'qib olib, o'zidan jurnalist yasab olib chiqib yurgan odamlar. Bularning harakatiga hali huquqiy baho beriladi va o'sha qizmi, erkakmi, kim bo'lsa ham uni shaxsini bilmayman. Xo'p, so'rayotgan moddalarning har bittasini bundan keyingi videolarda sizlarga tahlil qilib beraman.